Britanskiy muzey. Bu oddiy holat. Hozir Yaqin Sharqdagi ko'pgina diniy va tarixiy obidalar talanmoqda yoki yo'q qilinyapti. O'g'irlangan bebaho yodgorliklar esa uchiga chiqqan chayqovchi va qalloblar tomonidan qora bozorda sotilyapti. Bunday muammo dunyo bo'ylab keng tarqalgan. Biz muzeyda qo'l qovushtirib o'tirgan bir paytda Shimoliy Amazonkaning ulkan hududi vayron qilinmoqda. Aniqrog'i, qirolicha Viktoriya zamonida yashagan taniqli tadqiqotchi Percy Fawcett ilk bor xaritaga kiritgan joylar. Fawcett kelajakni avvaldan ko'ra oluvchi inson edi. Allaqachon qirilib ketgan deb hisoblangan Hiruti qabilasining yaqinda topilishi olimning so'nggi qo'nalg'asi qayerdaligini aniqlash imkonini beradi. Sizlar esa shunday buyuk kashfiyotni qo'yib, xonadan chiqmay, muzey daromad va xarajatlarini hisoblashimni so'rayapsizlar. Nazarimda Alex aytmoqchiki, Fawcett, Carter, Livingston, Mary Kingsley. Menimcha bu odamlar sira bir joyda o'tirishmagan, aksincha olis o'lkalarga borib, tinmay izlanishgan. Iltimos, o'sha buyuk insonlarga izdosh bo'lishga ruxsat bering. Uzmedia.tv saytida premyera. bunday qarorlar shoshilinch qabul qilinmaydi. Ozgina kutishingga to'g'ri keladi. Olti haftadan so'ng muzeyimizda ko'rgazma ochiladi. Marosimda Lord Carnarvon va qirollik oilasi a'zolari qatnashadi. Agar ijozat bersangiz, Fawcett qo'nalg'asini topib, o'sha ko'rgazma uchun noyob eksponatlar olib kelaman. Bunday yirik tadbir jurnalistlar diqqat e'tiborida bo'ladi. Natijada muzey yana omma e'tiboriga tushadi. Shunda g'aznachilik mudiri davlat mablag'larini iqtisod qilish niqobi ostida muzeyga ajratilgan pulni kesolmay qoladi, nazarimda. G'aznachilik xodimlari sening xayoliy eksponatlaringga aldanmasliklari aniq. Hay'atning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirding. Biror ish chiqarmagan o'zi? Quruq qo'l bilan qayta ko'rma, aks holda tamom bo'lamiz. Namuncha xavotir olavermasang. 3 haftadan so'ng Amazonka daryosi havzasi, Manausdan 84 kilometr janubda. Autazis yog'och tayyorlash korxonasi. Qalbaki bu. $50 beraman. $50 arzirmikan? Men boshqa tosh olib kelgandim. Almashtirib qo'yding-ku. Qo'rqma Klara, hammasi joyida. Hazırlashyapsanmi? Klara, to'xta. Senga aytyapman. To'xta, shoshma. Tushirib qo'yganga o'xshaysiz.
Hazillashmanglar. Klarani yemoqchimisizlar? Esingiz joyidami? Kimsan o'zi? Michael Landis, Ophelia Lovibond, Jessica Hines, Sean Parkes, Jonathan Bailey, Steve Mark, Jane Seymour, Kenny Bosman, Kirsten Weyring va boshqalar. Sarguzasht ishqibozlari, birinchi qism. Ovchilardan yo'l so'ramoqchi edim. To'satdan paydo bo'ldingiz. Bizni sherik deb o'ylashdi. Qarabsizki, yordam berish o'rniga yonma-yon osishdi. Rejissyor Colin Tick. Nima gap o'zi? Meni qizil chumolilar iniga tashlashmoqchi. Gunohkor ayollar odatda shunday jazolanadi. Bema'nilik. Meni nima qilishadi? O'g'risiz-ku, sizni og'ir qismat kutmoqda. O'g'ri emasman. Bir chorasi bor, janob. Xotin mulozamat shart emas. Kirutilarning mohir jangchilari ko'p. Agar eng baquvvatini yengsangiz, sizni tinch qo'yishlari aniq. Mabodo qolib chiqsam, bizni qo'yib yuborarmikin? Peshonamizdan ko'ramiz. Но есть другой способ, мистер... Хутен, без мистера. Юрути очень гордятся своими воинами. Если вы бросите вызов сильнейшему воину и победите, они решат, что это воля богов. То есть в случае моей победы нас отпустят? Думаю, да. Obbo, shunaqa yamlandavur bo'ladimi odam? Chaqaroq harakat qiling. Qaysi tomonga qochmoqchisan? Janubga. Sohilda qayg'im turibdi. Nega qochmoqchimiz o'zi? Bizni qo'yib yuborishyapti-ku axir. La'nati qayg'ing qani? Tezroq. Nega bizni qo'yishyapti? Bilmasam, yutqazishgani alam qildi shekilli. Motorni yoqing. U yog'ini o'zim uddalayman. Clive. Tadqiqotchilar Alexni yo'qotib qo'yishibdi. Isming nima? Alexandra Linda Parker. Linda? G'alati ism ekan. Yana Diana Elizabeth degani ham bor. Linda Parker familiyam. Bir o'zingga 5 ta ismmi? Aniqrog'i 4 ta. Linda Parker chiziqcha bilan yoziladi. Qoyil, ota-onang bir qarorga kelisha olmagan ekanda. Sulolaviy ismlar. Bu ovloqda nima qilib yuribsiz, Alexandra Linda Parker xonim? Britaniya muzeyida ishlayman. Taniqli tadqiqotchi Percy Fawcettning oxirgi qarorgohini qidiryapmiz. 1925-yilning bahorida olim Eldoradoni izlab kelgan bu yerga. Mashhur oltin shaharni. Z nomli kimsasiz go'shani. Z demoqchimisan? Z. Bir gap aytayman, uni topolmagan aniq. Qaydam? Fawcettni boshqa ko'rishmagan. Qarorgohni topib nima qilasan? Fawcettdan meros qolgan noyob eksponatlardan iborat ko'rgazma tashkil qilmoqchimiz. Hammani hayron qoldirib, ha? Muzeylarni yoqtirmaysizmi? Odamlar ko'proq tarix yoki kelajakka qiziqadi. Bugungi kuni bilan esa ishi yo'q. Tarix muhim fan. Bu orqali ajdodlarimizning kimligini bilamiz. Ularni bilish shartmi? Kasbingiz nima, janob Hutton? Mayda-chuyda ishlar. Mayda-chuyda deganingiz nima? Ko'p savol berar ekansan. Siz esa javobdan qochishni boplarkansiz. Xudo yuqtirganda.
Birozdan so'ng qorong'u tushadi. Tunaydigan joy topish kerak. Qanday yangiliklar bor? Tez orada kech tushadi. Telefoni o'chirilgan. 11 soatdan buyon aloqaga chiqmagan. U yerda kimlar bor? Pascal Boden ismli elchixona xodimi Alexni qidirishni boshlamoqchimish. Tong otgach albatta. Alexni oxirgi marta Hiruti qabilasi ov qiladigan o'rmon yaqinida ko'rishganmish. Hudud ancha katta. Yirik qidiruv guruhi ishlashi kerak. Bu haqda kengash xabar topsa nimalar bo'lishini tasavvur ham qila olmaysan. Nasib qilsa ungacha albatta topamiz. Nima bu? Har ehtimolga qarshi olgandim. Biror kunimga yarab qolar deb. Go'shtga o'xshaydi. Ha, Otingizni go'shtini yeyapsizmi? nima bo'pti? Yo'q, rahmat. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir DNKda bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Mendan rosa xavotir olishayotgan bo'lsa kerak. Sizni ham izlaydigan odamlar bormi, janob Xotin? Mulozamat shartmi? O'zi bittagina do'stim bor edi, uni ham hozirgina yeb qo'ydim. Qochayotganimda to'r yotog'im tushib qopti. Noshud ekansan u. Bizni quvlashdi-yu, Men esa tushirib qoldirganim yo'q. rosa qo'pol ekansiz. Rahmat. Nega xursand bo'lyapsiz? Xonim, siz bilan adabada aytib o'tirishni istamayman. Undan ko'ra yotib uxlang. Ertalab xayrlashamiz. Bo'pti. 6 kilometr narida oziq-ovqat do'koni bor. O'sha yerga tashlab ketarsiz. Yo'q, uzr. Nima? Qayig'imda janub tomonga suzaman. Janubga? Ha, Hiruti qabilasi a'zolari siz kelmasingizdan avval menga yo'l ko'rsatishayotgandi. Janub tomonda baland tog' bor ekan. Nazarimda Fossetning qarorgohi o'sha yerda. Avval meni tashlab o'tarsiz. Qarama-qarshi tomongami? Bunaqasi ketmaydi. Piyoda borsangiz ham bo'laveradi. Qalin changalzor oralab 6 kilometr yurishimni istaysizmi? Tasavvur ham qilolmaysiz. Qancha odam meni bu yerlarga kelmaslikka undadi. Ular tinmay, "Xomtama bo'lma, baribir hech vaqt chiqmaydi" deyishdi. Uyga quruq qo'l bilan qaytmoqchi emasman. Shunaqa ham xudbin bo'ladimi odam? Bu qanday qarashga bog'liq? Sizda to'r yotoq bor, menda esa qayiq. U yog'iga yo o'zingiz ketasiz yoki aytganimni qilasiz. Hazillashyapsizmi? Hech hamda. Juda soz, mayli siz aytgandek bo'la qolsin. Fosset izidan boramiz. Xayrli tun. Rahmat. Uyali aloqa operatorining aytishicha, telefon bir sutkadan buyon o'chiqmish. Qidiruv guruhi yo'lga chiqishga tayyor. Yangilik bo'lsa albatta xabar bering. Xayrli tong. Tinchlikmi? Ha, motorni yoqib qo'ymoqchi edim. Zo'r-ku. Rahmat. Minnatdorman. Qayiqni haydaymi? O'zim bir amallayman. Ixtiyoringiz. Janub qaysi tomonda?
Yo'q, bu tarafga suzish kerak. Olg'a. Hali uzoqmi? Shu atrofda tog' bo'lishi kerak. Ro'parada. Tepangizda ilon yuribdi, kattagina. Shuni ayting. Hazillashayotganim yo'q. Shunaqa ahmoqqa o'xshaymanmi? Retorik savol. Nazarimda adashmadik. Xuddi o'sha joy. Inglizlar yarim dunyoni qanday zabt etishgan? Boshlari oqqan tomonga suzishganmi? Norvegiyani mo'ljalga olib Hindistonga borib qolishgan. Yo'q, shoshmang. Ana o'sha tog'. Kirutilar aldashmagan ekan. Keyingisi xuddi o'sha. Charchab ketdim. Hatto tog' echkilari ham boshlarini sarak-sarak qilyapti. Biroz sabr qiling, janob Xotin. Mana u. Ko'nglim sezganda. Bu Persining qo'nalg'asi. Qarang. Voy, o'zi-ku. Yo tavba. Saqlanib qolganini ayting. Bu yoqqa bir qarang. Ko'ryapsizmi? Ruchkami? Tarixning bir bo'lagi. Tasavvur qiling-a. Buyuk olim shu yerda yolg'iz o'tirgan, yashagan. Quvonchingizga sherikman. Siz bemalol. Janob Xotin, hammasi tayyor. Endi ketsak ham bo'lar. Qorong'u tushib qoldi. Tongda yo'lga tushamiz. Darvoqe. Uzr. Hech qisi yo'q. Oradan 17 soat o'tdi. Yangilik yo'q deganing nimasi? Ha, Paskal, adashmading. Undan qattiq xavotirdaman. Tinchlantiraman deb bekorga ovora bo'lma. Tong otishi bilan ishni davom ettiramiz. Qo'ng'irog'ingni kutaman. Xo'p. Yaqinlariga aytmasak bo'lmaydi. Qaylig'iga ham. Xo'sh, ketdikmi? Balki uni dafn etarmiz. Qaydam. Mayli, ustini yopib qo'ya qol. Ha, to'g'ri aytasiz. Вы ему руку отломили. Я случайно. Бедняга лежит тут уже почти 100 лет, никого не трогает. А тут пришли вы и руку ему оторвали. Это вы велели прикрыть его? Не велел, а согласился, что это правильно. Вы всегда такой зануда? Всегда. Вы так и оставите ее валяться? Сейчас.
Qo'lida nimadir bor ekan. Xarita shekilli. Afsonaviy shaharga eltuvchi yo'lga o'xshaydi. Xazina izlab qancha umrim o'tganini bilasizmi? Odatda ulardan hech vaqo chiqmaydi. Oddiy xazina emas, butun boshli shahar. U yerda oltin shunchalik ko'p bo'lganki, hatto bolalar o'yinchog'i ham tilladan yasalgan. So'zma-so'z tarjima qilinganda Eldorado tilla suvi yuritilgan odam ma'nosini anglatadi. Bu yerda boshlang'ich nuqta ko'rsatilgan. Madra de Dios yaqinida. Hali hech kim u yerga piyoda bora olmagan. Demak, biz birinchi bo'lamiz. Biz deganingiz nimasi? Topgan gapingizni qarang-ku. So'ramay netmay xulosa chiqarishga kim huquq berdi sizga? Afsonaviy oltin shaharni topish imkonini beryapman sizga axir. Bashar uni topsak, ulushim qancha bo'ladi? Asrlar mobaynida izlangan qadim tamaddun chindan ham mavjudligini isbotlaymiz axir. Sizni esa faqat pul qiziqtiradi, to'g'rimi? Ulushim qancha bo'ladimish? Gapni aylantirmang. 10%. Qoq o'rtasidan bo'lamiz. Topilma haqida ekspeditsiyaga xabar qilishim zarur. Ixtiyoringiz. Men aytgan do'kongacha 4 soatlik yo'l. U yerdan oziq-ovqat olamiz. Keyin bemalol xabar beraverasiz. Tarixiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan buyumlar meniki. Bozori chaqqon narsalarni men olaman. Rahmat Persi. Bezovta qilganim uchun uzr. Salom, Xotin. Yaxshimisan, Elis? Ishlar qalay? Nima olasan? Bir shisha ichimlik. U yog'ini keyin gaplashamiz. Ro'yxatingda men ham bormanmi? Albatta. Bezovta qilganim uchun uzr. Telefoningiz bormi? Bo'lmasanchi, Skype ham, boshqasi ham bor. Marhamat. Rahmat. Pascal. Xudoga shukr, qayerlarda yuribsiz? Eliga qo'ng'iroq qilib, hammasi joyidaligini ayt. Edward ham xavotir olmasin. Sizni olib ketishim kerak. Qayerdasiz? Shoshma. Avval senga antiqa bir narsa ko'rsataman. Qara. Nazarimda xaritada afsonaviy shaharga borish yo'li tasvirlangan. Ozgina yegulik olib o'sha yerga bormoqchiman. Uzmedia.tv. Eng yangi tarjima kinolar faqat bizda. Yo'qolgan xonim haqida biror yangilik bormi? Hozircha jimjit. Yonilg'i quyib bo'ldimi? Yo'lga tushamizmi? Yaxshi, hozir chiqaman. Pascal qo'ng'iroq qildi. Daragi yo'qmish. Yana tekshirib ko'ramiz deyapti. Ammo baribir. Nima ammo? Aytishicha, ortiq qidirishdan naf yo'q emish. Katta rahmat. Yaxshi. Xotinni anchadan beri taniysanmi? Unchalik emas. Qadrlolashib oldinglarmi? Yo'q, albatta. Demak, yoqmagansan. Qayerdan oldingiz bunaqa gapni? Vaysashni bas qil. Havo ochildi, ketdik. Omon bo'l, xotin. Ko'rishguncha. Yo'q, rahmat. Shunaqa ham bo'ladimi? Nima? Baqirish shartmidi? Baqirganim yo'q. Tezroq qimirla degan kim? Hamma narsa tayyor, yo'lga tushsak bo'ladi. Muloyimroq muomala qilsangiz degandim. Nahotki shunchalik qiyin bo'lsa? Rangingiz oqarib ketdimi? Bekor aytibsiz.
Zo'ravon odam ekansiz. Xotin. Qo'yvor yaramas. Hecham zo'ravon emasman. Men vertolyotda uchaman, sizlar esa janub tomonga suzinglar. Ratsa orqali bog'lanib turamiz. Olg'a. Ko'rfazni qidiring. Shunaqa qilish shartmi? Hamma mazasi shu yerda-ku. Tatib ko'ring. Yo'q, rahmat. Suv. Shartmas. Suv qayerda? Xaltamda. Endi bildim. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir denkada bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Hirutilar nega quvlashganini endi tushundim. Yana o'g'irlab olibsiz-da. Yana o'g'irlaganim yo'q. Birinchi marta olishim. Juda past ketmadingizmi? Past ketish? Otimni o'ldirishdi. O'zimni o'lasi qilib kaltaklashdi. Sizni esa chumolilarga yem qilmoqchi bo'lishdi. To'g'ri, ammo hammasiga ochko'zligingiz sabab. Agar bosh chanog'ini o'g'irlamaganingizda hech narsa bo'lmasdi. Va zo'r qutuldik axir. Siz esa pinagingizni ham buzmaysiz. Hech narsani o'g'irlaganim yo'q. Aniqrog'i endi oldim. Menga bunaqa qaramang. Daxmi o'g'risi. Nima? Murdaning qo'lidan xaritani tortib oldingiz-ku axir. Bu umuman boshqa narsa. Ha, to'g'ri aytasiz. O'g'irlikdan ham battar. Uyalsangiz bo'lardi. Bechoraning qo'lini uzib oldingiz. Hamma ham adashadi, janob xotin. Sufi, sadqai odam keting. Yo'l bo'lsin. U yog'i yaqin. Siz ham bemalol topaman. Mayli, zaharli ilonlar, o'rgimchaklar, go'shxo'r qurtlardan ehtiyot bo'ling. Yo'lda o'lib netib qolsangiz, mendan o'pkalab yurmang. Boshini qotirmang. Sal o'tmay oldimga qaytib kelasiz. Janob xotin. Janob xotin, iltimos. Aytgandim-ku, bir daqiqaga ham bormadi. Yordam kerakmi? Xizmat bo'lmasa, agar Avval uzr so'rang. nima? Meni o'g'ri deganingiz uchun. Mumkin bo'lsa shu ishni keyinroq qilsam. Iloji yo'q, keyin uzr so'ramaysiz. Hazillashyapsizmi? Yo'q, aytdim qo'ydim-da. Bo'pti, shoshmang. Mayli, uzr so'rayman. Nega? Sizni o'g'ri deganim uchun. Yana biror narsa o'ylab topmoqchimisiz? Imkoniyatdan unumli foydalanish kerak. Shunaqa ham toshbag'ir bo'ladimi odam degan? Uzringiz qabul qilindi. Bo'pti. Qo'lingni uzat. Bo'la qol. Chaqaloq. Bir o'zim hech narsa qila olmayman. Ushladim. Ana shunday.
lat yemadingmi ish qilib? Bilmasam. Juda og'ir ekansiz. Buni qarang. Shu yerga qo'l. Parvardigor olam Percy Fawcettni yorlaqasin. Britaniya muzeyi uchun boy kolleksiya. Xotin, qimirlamang. Hazillashyapsanmi? Kimdir meni otdi. Paskal? Shoshma. Uni taniysanmi? Esim qursin, sheriging-ku axir, meni tinchitmoqchi edi. Tushundim. Yaxshi. Nega bunday qilyapsiz, Paskal? Percy Fawcett xotirasini abadiylashtirish uchun. Rostdanmi? Yolg'ondan tentakvoy. Pul uchun. Elchixonangizda 3 yil bekorga ishladimmi? Sendan ranjigan bo'lsa, nega meni otadi? 3 yil inglizlarning buyrug'ini bajardim. Aslida fransuzman. Endi tushungandirsan. Nega o'zini otib qo'ya qolmading? Esing joyidami? Fransuz ekan, shunga ham aqling yetmadimi? Ketdik. Ammo qolsak, muzeyingga nodir eksponatlar olib ketasan. Qutilgan taqdirimizda ham endi meni u yerga kiritmasliklari aniq. Nega endi? Ularga ko'p narsa va'da qilgandim. So'zlarimga ishontira olgandim. Oxir oqibat boshim baloga qoldi. Bundan battar ham bo'lishi mumkin edi. Qanaqasiga? Nima bo'lgan taqdirda ham o'zingni mardonavor tutding. Rahmat. Harakat qilaman. Odatda britaniyaliklar juda badfe'l bo'lishadi. Amerikaliklar esa ulardan ham battar. Noqulaylik uchun uzr, Lady Alexandra. Bunaqasi ham bo'lib turadi. Lady? Shunchaki rutbam bu. Ko'p ham tilga olishmaydi. Chindan ham Maslzoda xonimmisan? Nima ahamiyati bor buni? Britaniya muzeyi xodimasiman deganding shekilli. Ha? Tushunarli. Zodagon xonimning atrofida xizmatkorlar girdi-kapalak bo'lishi kerak-da, to'g'rimi? Xizmatkoring ham bormi hali? Yo'q. Bo'lsa nima qildi? Odatda otda yuraman. Qo'lqop va shlyapa kiyib. Qirolichani ham ko'rganmisan? Paskal! Paskal! Douglas, yordam bering. Tinchlikmi, nima gap? Tezroq bo'la qoling. Yo, Parvardigor.
o'rniga ko'proq oltin olib ketamiz. Oyog'ing toshga yetadimi? Nima? Qayerga? Paskal, muzeydan yana qo'ng'iroq qilishdi. Yangilik bormi deb so'rashyapti. Qayerdasiz? Qabul. Tezroq bo'la qoling, iltimos. U qaytyapti. Bu yoqqa yuring. Yo'q. Sizni qutqaruv guruhi izlayapti. Tursangizchi. Topishsa uyingizga jo'natib yuborishadi. Xo'sh, qalay? На виду. Эй, лягушатник, развяжи-ка меня. Больно хочется тебе навалять. Yo'q, unday qilmang. Mayli, siz aytgancha bo'lsin. Faqat otmang uni. Jilla qursa afsonaviy shahar hovlisida jon taslim qilasan. Ketdik. Chaqonroq. Qimirlasangchi. Yaramas. Chiqa qol. Tezroq. Qo'lingizdan baribir hech narsa kelmaydi. Xonimlar bilan bunday muomala qilish yaramaydi. Yordam bersang yaxshi bo'lardi. Bu nimasi? Esingni yig'. Voy! Xo'dan! Sakra! Nimalar deyapsiz? Aytganimni qil, Sakra! Yo Xudo. Qoyil. Xudoga shukr, omon qoldik. Tuzukmisan? Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir DNKda bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Nima qilyapsan? Haligi hech narsa. Labingni qimtib qo'yding. O'zim ko'rdim. Bo'lmagan gap. Boshimni qotirmang. Tushunaman, qahramon bechora qizni qutqardi. Baxtli yakun kishiga ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi. Baxtli yakun? Qanaqa baxt? Keruti qabilasini topgandim. Ular xazinaga eltadigan yo'lni ko'rsatmoqchi bo'lishgandi menga. Shu payt qayoqdandir sen paydo bo'lding. Qarabsanki, oyog'imdan osib, qizil chumoliga yem qilamiz deyishdi.
G'azablangan qabila meni ta'qib qildi. Kamonlardan tinmay o'q uzishdi. So'ngra yana qo'llarimni bog'lab, vertolyotga chiqarishdi. Biroz o'tmay undan sakrashga majbur etishdi. Baxtga yakun deganing shumi? O'rgildim sendagi oshiqdan. Chuchvarani xom sanabsan, pandavaqa. Muhtaram xonim ancha o'jar chiqib qoldi. Xonimlar kimga qanday muomala qilishni yaxshi biladi. Xo'sh, qanaqa ekanman, ko'rkammi? Yaramas. Na oltin, na bosh chanog'i bor. Jarohatlanganimiz qoldi xolos. Persining xaritasi ham. Boshlang'ich nuqta Madrid Dios ekanini bilamiz. Ha, u yerga tog'dan qulagandik. Vertolyotdagi sayohatimizni ham unutma. Persining xaritasidan umid qilmasang ham bo'ladi. O'zimiz bir amallarimiz. Holva degan bilan og'iz chuchimaydi, xonim. Ahvol siz o'ylaganchalik yomon emas. Yonimda Persining buyumlari bor. Juda soz, seni deb oltin shahardan quruq qoldik. Lekin Persining buyumlari hali ham yoningda, shundaymi? Hammasiga men aybdor ekanman-da. Aytdim qo'ydim-da. Hayotingizni saqlab qolganimni unutmang. Saqlab qolding? Seni deb o'q yedim-ku axir. Rio de Janeiro, Braziliya, Favela Rocinha. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Safar juda qiyin bo'pti-da. Yo'q, hammasi joyida. Dushanba kuni bafurja gapirib berarsan. Albatta. Seni sharofating bilan muzeyga odam sig'may ketdi. Sen tufayli ham. Pascal xiyonat qiladi deb sira o'ylamagandim. Senda ayb yo'q. Aksincha, endi hech qachon yaxshi tanimagan odamni senga yo'l boshlovchi qilmayman. Juda soz. Rahmat. Arzimaydi. Mehribonim o'zimni. Tashakkur. Haligi Edward kelmadimi? Yo'q, zarur ishlar chiqib qoldi. Unga hammasini batafsil aytib bergandirsan. Faqat eng qiziq joylarini. Putin deganing qanaqa odam o'zi? Biroz qo'polroq. Shu yerdami? Yo'q. Bunaqa tomoshalar yoqmaydi unga. Ha, to'g'ri aytasan. Есть что-нибудь для меня? Ты ранен. Хочешь, останусь? Hamisha omonlik izla va uning qadriga yet. Birinchi qism tugadi.